Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun men Şinjan San'at yurti Milliy orkestr ömrügidan sharaf bilan pensiyaga chiqqan Dilbar Ablatni bugun mana bu Tumarisning 2-qavatida mishadilar, bir paranglish olayli deb meyda o'tadi. Salam Necat efendim. Aldı bilen şu ekran aldırdaki meni yaxshi ko'radigan, mening ravab qo'shoqlarimni, naqshlarimni yaxshi ko'rib, uzundan beri qo'llab kelayotgan barliq ko'rurmanlarga chin ko'nglimdan salom yo'llayman. Siz asosiyatdan hozir men pensiyaga chiqqandan keyin nurg'unlagan o'zining pensiya turmushini ma'noli, isil yaxshi o'tkazayotgan xonimlarimizga o'xshash uyda yaram ona, yaram cho'ng ona, uningdan boshqa oila turmushidan boshqa masalan cho'qim biz o'zimiz qiziqqan bir ishni, o'zimiz yaxshi ko'rgan ishni qilmasak bo'lmaydi, shundaymi? Shundoq. Mana bo'lgandan keyin endi siz mana asosiyatdan sizningki kundalik turmushingizmi nihoyatda ma'noli o'tyapti deb qarayman. Rahmat, shundoq. Asosiyatdan endi yanada o'zingizningki kasbini, masalan, naqsha, ravob, riyosatchilik mushishlarda qilyapsizlar. Shundoq. Men shu pensiyaga chiqqandan yog'izim hozir shu 4-yil bo'libdi. Birinchidan ham men kasbimni bek yaxshi ko'raman. Men bu kasbni Qashqar viloyatlik san'at maktabida 3 yil o'qidim. U yerni tugagandan keyin millatlar naqsh so'limiga berib 4 yil ishladim menda. Keyin endi yana Qashqarga qaytib ketib, endi shu 98-yili xizmat munosabatida men Şinjan opera teatri o'migiga imtihon berib, endi mishaga yo'tkilib kelgan. Ondan keyin endi opera teatri o'migidan keyin milliy orkestr qurildi. Şinjan san'at yurti milliy orkestr o'migida 10 necha yil ishlabdik. Ondan keyin pensiyaga chiqdim. Pensiyaga chiqqandan keyin bekor o'tirib qolmadim men. Chunki men bu kasbimni bek yaxshi ko'raman. Bu kasbimning nurg'un davlatini ko'rdim menga. Partiya hukumat menga intayin yaxshi invalarni berdi. Mamlakatdan ishchi sirtiga chiqib shundoq yaxshi Jumhur madaniyatlarini taqitish jarayonida o'zimning belgilik to'kisini qo'shdim deb o'ylayman. U jarayonda yani men bir tarafdan ishlab, bir tarafdan bir ishdan sirtqanda mana bir g'o'di qurib olganda hamda. Shu uzun yildan keyin men pensiyaga chiqqandan keyin yani uyda o'tirib qolmay ailemni chiroyli rivojlantirdim. Bir nevramni 5 yosh chugurib uni cho'ng qildim. Anadagi yana shu Urumchida hamda 20 yilga yaqin bo'lib qolibdi. Dilbar Ablat kuychilar ansambl deb bir muzika atirtini qurib 20 yil bo'ldimi? 20 yil oldi, 20 yil bo'lib qoldi. Uni oldida milliy muzikalar bilan qildik. Masalan bizniki bizdan baxtsiz ayrilgan nurg'unlar ustozlarimiz var. Mesela Davud Gam deymiz, Mecid Gam deymiz. Şu çoğun sanatkarlar bilan birga aqida yurib başladı. Çenaqqan keyin endi bag'an sir bu milliy muzikani mana bu elektronlik muzika bilan birlashtirib qilgandan keyin o'zim milliy muzika chalgandan keyin o'zimni asos qilib endi boshqalarni elektronlik muzikalar müşten bir yodini rivojlantirib hamda shu Urumchidan keyin yana Şinjanning ishqilib har qaysi joylarda elning yaxshi xizmatlarini qilib kelyaptim hamda hozircha. Bekor qolmadim lekin. Yo'q, bu orqa bir boshdan kelaylik. Bu sizniki yomon bir rangdor ekan sizning bu turmushingiz. Siz nimaga Jungyan Musical o'tgan? Baga vaqtingiz qanchinchida? Jungyan Musical bag'anda men 1987-yili 87-yili bordingiz. 87-yil bo'lib 90-yilning oxirida qaytib keldim. 90-yilning oxiri 4 yil turib qaytib keldingiz. Anadagi yana Qashqar viloyatlik naqsh. Endi yana Qashqar viloyatlik naqsh so'limiga ketdim. Endi u yerda ishlab, andan keyin 98-yili endi Şinjan opera teatri o'migiga bir ravob chaladi ekan degandan keyin endi o'zim kelib imtihon berib andan keyin endi tashkil orqali meni yo'tkab Şinjan opera teatri o'migiga keldi. 98-yili. 98-yili. O chaqda men opera o'mikdan televiziya stansiyasiga yo'tkilib chiqib ketib qolgan vaqtimga 5 yil o'tdi. Men 93-yili yo'tkilgan. Demak 98-yildan boshlab qanchinchi yilgacha opera o'mikda ishladingiz? Jami shu yana 10 yildek ishlab Guljumal bilan Guljumal bilan birga ishildim. Qashqar maktab chog'ida sizlar bizni taklif qilib ekildilar. Shu aeroplan bilan kelib uchoqdalikqa har xil san'at kechiligiga bayramda bo'lib turdi. Uchoq shu ravob qo'shoq aytib, yana shu Qashqarga ketdim. Lekin mushta bir cho'ng bir yerda bir ishilsam, dadam hamda rahmatlik meni balamning cho'ngi deb Bejindan yondirib ekaganda, bo'lmasa men shu Jungyan Musical ishlayverdim. Davomli ishlayverdim. Balamning cho'ng deb yondirib ekagan ekan, Qashqarda bir mezgil turgan bo'ldik. 96-yil uchtum dadam xizmat munosabati bilan shu xizmatdan ustidilar vafot bo'ldi. Anamdan keyin shu bilan dadamni bo'lmagandan keyin opamga bor hayot hozirda. Shosim mening ishda bir cho'ng yerda yana ishlash orzuyim bo'lgandan keyin shu bilan shu opera teatrida ishlab ketdim. Masalan, hozir bir yangi uchur oldu. Masalan, bizningki peshqadam san'atkorlarimizdan masalan Davud akam, Imin akam
Mijtakam qatorliqlar bilan ba'zi bir to'ylarda, ba'zi bir faoliyatlarda birga chaldigan, chilib aytganini ko'rgan. To'g'ri. Lekin u chog'da rasmiy yuzimda yodimada o'sha yodi qurmagandim. lekin o dastlab bosqichi bo'lib ketdi. Dastlab bosqichi ochqan, ha, o chog'da to'ylarda ayollarning musiqa chalishini, ig'ir oltimda hamda ayol kishi degan sakna chag'andan yo'l bilakanda. Qanday bu to'yda musiqa chaldi desam, ustozlar menga bir hamda datgam rahmatlik amraqdi. Shunlar ilib oldi meni. Shunlar bu bilan chelib ashlarning aqida nurg'un narsalarni o'rgandim. Qara, mushuningda hozir masalan, hozirgi kuni kelgan vaqtida kishilarningki shu ko'z qarashida xil o'zgarish bo'ldi, lekin yana ashuna qatmal qarashlar bor. Nima degan vaqtida, masalan, sahna degan qayersi? San'atkor uchun, artist uchun hamma sahna. Shundoq, Biz to'g'ri gap qilib, to'g'ri naqsha aytib, to'g'ri melodiyani yangrasak, hamma bizga sahna. Shundoq. Masalan, u to'yda chalsa bo'lmaydi, choyda chalsa bo'lmaydi degan gap xato gap bu. Bu odamningki shunaqa emas. Masalan, hozir bizningki sahnamiz, televiziya, ekran, radio bularni biz ham egalladik shunama. Biz cho'qim hammani egallashimiz kerak. Chunki siz hozirgacha aktiv energiya taqib kelyapsiz. Demak, bizningki ustoz san'atkorlarimizga ergishib, ularga shogird bo'lib, ular bilan birlikda ashuna musiqa chelib, o'makdimi ishlab, musiqani o'rganish qilib, texmi mukammal yetishib chiqdingizda, shuning bilan anikin kuychilar ansamblini siz o'zingiz qurdingiz. Ha, o'zim qurdim. Qanchadan bor? O'zim bilan qaytib, endi 5 o'g'il bor. 6'miz bor. 6'lar bor. Ha, 6'miz bor. Mening demoqchi bo'lganim, shularning hammasi baysiz degandek ulug' vatanimizga bo'lsin, mayli partiya, hukumatga bo'lsin, bo'lganimizdan minnatdorlik hissiyotimiz bilan, shundami? Shundoq. Sahnalarda biz mana ideyan taqdimiz. Undan keyin to'yning mazmunini aytamiz. To'y marosimininki haqiqiy xushallik, misol bir to'y marosimlar, choylarninki marosim tuyg'usiga erishgan o'sha narsalarni biz bag'asini mukammallashtirishga siz bek zo'r to'kib qo'shqadamsiz. Rahmat.